So'nggi xabarlardan hozirgacha asosiy muammo ifloslangan havo. Toshkentda havo yana og'irlashdi. Bu oddiy tuman emas, odamni bo'g'ayotgan changdir. Shahar ustida ko'rib turganingiz tabiatning ogohlantirishi yoki kimdirning e'tiborsizligi natijasidir. Toshkentni bir necha kundirki qoplab turgan chang havo tasodif emas. Bu nafas yo'llarini zararlaydi, yurak-qon tomir tizimini zo'riqtiradi va bolalar uchun ayniqsa xavfli. Shamol kuchayganda janubiy hududlardan chang ko'tarilib kirib keladi. Chiqindilar esa chang bilan aralashib havoni yanada ifloslantiradi. Daraxtlarning kamayishi changni ushlab turadigan tabiiy filtrlardan ayrilishimizga olib kelmoqda. Bu shunchaki chang emas, sog'liq uchun xavfdir. Yechimlardan biri esa yashil makon loyihasini kengaytirish. Daraxt ekishni ommaviylashtirish bu changga qarshi eng samarali choradan biri. Har bir daraxt tirik filtr. Shahar bo'ylab ko'chat ekishni ko'paytirish va daraxtlarni ehtiyot qilish, ko'chalarda suv purkashni kuchaytirish, ayniqsa shamolli kunlarda juda ham zarur. Har birimiz chiqindi yoqmasligimiz, hovlida yoki mahallada ko'chat ekishimiz orqali hissa qo'sha olamiz. Xulosa qilib aytganda, Toshkentni changdan faqat davlat emas, har birimizning harakatimiz qutqaradi. Yashil makon loyihasi kengaygan sari havo sifati ham yaxshilanadi. Shahar bizniki, havosi ham bizniki. Toshkent havosi o'zidan o'zi tozalanib ketmaydi. Bu muammo hali ham davom etishi mumkin. Savol shuki, masalani vaqtida hal etib, jiddiy e'tibor qaratib, harakatni birga boshlaymizmi?